Assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi darvozamiz yulduzchali fason darvoza. Darvozamiz Xudo xolasa chiroyli holatda tayyorladik. Darvozamiz Andijonga o'rnaydi. Darvozamiz ishlagan materiallarni bir qator tanishtirib o'tamiz. Stoykalarga shiviller qo'yganmiz, 10 ga 5 lik. Qanot aylana to'qima profillar 6 ga 4, biri 7 likdan bo'lgan. Hattoki mana yulduzchalarni ham ko'rishlari mumkin. Original fuldan foydalanilgan. Listlarga keladigan bo'lsak, 2 qavatli 8 listda profilni qoplaganmiz. Ustiga mana bu bezaklari bilan 3-qavat hisoblanadi. Darvozamizni bir qator ko'ringlar. Eng asosiysi obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmanglar. Ustanovka jarayonlaridan ham lavha qo'yamiz. Bu yoqda esa darvozamizning yondor qismlari, ya'ni nalichkalari ko'rishlari mumkin. Juda ham bejirim holatda tayyorlanyapti. Xudo xolasa eng qizig'i ustanovka jarayonida bo'ladi. Aytganimdek obuna bo'lib qo'yishni yoddan chiqarmanglar. Chiroyli videolarni qo'yib boramiz.